Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga qanday qilib sobiq qizni, ya'ni bывшая qizni qaytarish mumkinligini qadamma-qadam, bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Sababi ko'pchilik so'radi, ya'ni qanaqa qilib eski qizimni gaplashsam, qaytarsam bo'ladi, gaplashsam bo'ladi deb lichkamga Instagramga yozishar. Shuning uchun shu narsa haqida video olishga qaror qabul qildim. Bu yerda nimalar ko'rib chiqamiz? Qilishingiz kerak bo'lgan narsalar bor, qilmasligingiz kerak bo'lgan narsalar bor. Ya'ni qizni qaytarmoqchimisiz? Qilmasligingiz kerak bo'lgan qadamlar bor, xatolar bor. Mana shu narsalar qilmasangiz videoni oxirigacha ko'rsangiz hammasini qadamma-qadam tushuntirishga harakat qilaman. Tak, boshladik. Birinchisi, qiz sizdan nimaga ketadi? Mana shu narsani ko'rib chiqish kerak. Ya'ni qiz sizdan qachon ketadi? Qachonki siz o'zingiz hurmatingizni yo'qotsangiz, prinsiplaringizdan voz kechib, uni oldida har doim bo'lsangiz, o'rtoqlaringizdan, yaqinlaringizdan, ishingizdan, hobbilaringizdan voz kechib, har doim 24/7 uni oldida bo'lsangiz, kechalari bilan telefon gaplashib, SMS yozishib o'tirsangiz, dostupniy bo'lib qolsangiz, u sizdan ketadi. Chunki sizni hurmatingiz va qadringiz qolmaydi. Xuddi har doim oldin ham orqasidan yugurib yurgan, hali qo'pol qilib aytgan latta bolalar bor uchun hamma narsa qilish kerak bo'lgan. Xuddi shunaqa bolalarga o'xshab qolasiz. Qiz sizni hurmat qilmaydi, har doim oldida bo'lasiz, qadringiz bo'lmaydi. Ya'ni nice guy, yaxshi bola bo'lib qolasiz. Yaxshi bola kerak emas qiz bolaga. Kuchli bola kerak, erkak kerak. Tak. Nimaga u sizdan ketishini xullas bilib olishingiz kerak. Nimaga u sizdan ketganini. Undan keyin bilishingiz kerak bo'lgan narsa xatolar, ya'ni qanaqangi xatolar qilish kerak emas. Qizni qaytarmoqchi bo'lsangiz. Uni qaytarmoqchimisiz? Qilmasligingiz kerak bo'lgan narsalar bor. Shunda asosiysini aytib o'taman. Birinchisi bu telefon qilib, SMS yozib, qaytgin, birga bo'laylik, men seni yaxshi ko'raman deb gitarani shovulib orqasidan yugurib yursangiz, o'zingizni qadringizni undan battar pastga urasiz. Qiz haqiqatan ham to'g'ri qaror qilibman. Bu haqiqatan ham latta ekan. Men siz ahvoli mustar ekan deb qabul qiladi. To'g'ri qaror qabul qilganiga ishonch hosil qilib, hech qachon sizga qaytmaydi. Ikkinchisi bu do'st bo'lib qolishni talab qilish. Iltimos do'st bo'lib qolaylik, men seni yaxshi ko'raman, kontakt ushlab qolaylik, gaplashib turaylik, birga bo'laylik deb do'st bo'lib qolaylik hacha bitsiz, уже anaqa bor hurmatingizni ham to'kkaningizda bu. Xuddi laycha itdek orqasidan yurganingiz. Mana silab yur, meni hachaba, oldingda bo'lib tursan bo'ldi. Farqi yo'q. Boshqasi bilan yurasanmi, gaplashasanmi, o'rtoqing bo'lib qolsam bo'ldi, deyish bo'ldi, tugadingiz degan. Shuning uchun bu narsani ham qilish kerak emas. Va uchinchisi, Instagramdan, Telegramdan storieslarni umuman kuzatmang. Podpiska ham tashlamang. Fake akkauntdan ham ko'rmang. Вообще kuzatmang qizni. Hayotidan butkul chiqib keting. Mana shu asosiy 3 narsani umuman qilmang. Agar qizni realni qaytarmoqchi bo'lsangiz. Xo'p, undan keyingisi qizni qaytarish uchun endi 3 ta qadamni ko'rib chiqamiz. Qilishingiz kerak bo'lgan narsalar. Birinchisi bu to'liq uzulish. Qizni hayotidan polniy chiqib ketasiz. 1 oy, 2 oy fokusni faqat o'zingizga berasiz. Bu bo'lishi mumkin. Zalga chiqib shug'ullaning, o'zingizga ustoz toping, chunki erkak boshqa erkakda oldida o'sadi. Sport bilan shug'ullaning, rivojlaning, ishga kiring, hobbilaringizni toping. Hobbingiz bo'lmasa bu borib futbol o'ynaysizmi, PlayStation o'ynaysizmi, UFC ko'rasizmi, o'zingizga hobbi toping, golf o'ynang. Xullas, o'zingiz bilan band bo'ling, o'zingizni tiklang. Birinchisi shu. Ikkinchi qadam bu liderlikka qaytish. Eslab ko'ring, qiz sizni nimaga yaxshi ko'rgan? Siz unda boshqacha bo'lgansiz, o'zingiz prinsiplaringiz bo'lgan, uni orqasidan yugurib yurmagansiz. Shaxsiy hayotingiz bo'lgan, o'zingiz maqsadingiz bo'lgan, maqsadingiz sari yurgansiz, o'shaning uchun ham siz bilan gaplashgan. Qizlar har doim o'zini maqsad sari yuradigan bolaga talpinadi. Siz maqsadlaringizdan kechib, hayotingizga birinchi darajaga uni qo'yib qo'ysangiz, o'sha holda o'zingizdan ketadi. O'shaning uchun ham o'zingizni qayta holingizga tiklashingiz kerak. Uni orqasidan yugurib yurish kerak emas, faqat o'zingizni ustingizda ishlashingiz kerak. U sizni nimaga yaxshi ko'rgan? Chunki siz u payt boshqacha edingiz. O'sha holatga, ya'ni o'sha pozitsiyaga qaytishingiz kerak, yana transformatsiya bo'lishingiz kerak. Bu ikkinchisi. Va qarang, men hozir bundan aytgan narsalarimni to'g'ri qilib kelgan bo'lsangiz, orqasidan yurmagan bo'lsangiz, yozmagan bo'lsangiz, aloqa tugagandan keyin SMS yozib, telefon qilib, yo'lini to'sib, kuzatib yurmagan bo'lsangiz, butunlay uzilib 1-2 oy vaqt o'tsa, qiz ignor qilsangiz, umuman aloqaga chiqmasangiz, rivojlansiz. Qiz o'zi sizga qaytib keladi. Bu juda ham ko'p holatlarda, keyslarda ko'rganman, nechta bolalar gaplashganman, yordam so'ragan, ko'pchilikka aytganman. Prosta ignor qil. Mana shu narsalarni qiling, o'zi qaytadiganman. 60%, 70% da odatda qaytgan. Agar shunda ham qaytmasa, 3-qadamga o'tish kerak. 3-qadam bu qayta aloqaga chiqish. Ya'ni qizga o'zi yana qayta aloqaga chiqasiz. Faqat undan oldin men aytganimdek, bor fokusni o'zingizga berasiz, o'z ustingizda ishlaysiz, orqasidan yurmaysiz, kuzatmaysiz, 1-2 oy oradan vaqt o'tgandan keyin qizga o'zi aloqaga chiqasiz. Salom, yaxshimisan? Sen bilan ko'rishib gaplashib olmoqchiman. Shu mavzu bo'yicha maslahating kerak, yordaming kerak. Bir nimani bahona qilib uchrashuvga olib chiqasiz. Uchrashuv ham eng muhim joyi qaranglar. Oldin o'sha joyda ko'p bo'lgan bo'lishingiz kerak qiz bilan.
Ya'ni baxtli bo'lgan bo'lish kerak o'sha joyda siz bilan. Emotsiya yurish kerak. Manipulyatsiya qilish, emotsiyaga tiqib tashlash kerak. Chunki qizlar emotsional. Emotsiyaga tushsa bo'ldi. Shuning uchun ham qayta aloqaga chiqasiz. Oldin birga yurgan joylaringga olib chiqasiz qizni. O'sha yerda ham men seni sog'ingandim, men seni yaxshi ko'rgandim, sensiz qiynaldim degan gap so'z kerak emas. Ya'ni отношениyaga qaytaylik degan gapga ham urg'u berish kerak emas. Prosta uchrashib olib chiqish kerak, bir nimani bahona qilish kerak va o'sha moment bilmadim, kofe olasizmi, kafeda o'tirasizmi, emotsiya ko'rish kerak. Esingizmi, sen bilan mana shu yerda yurardik, bolalarimizni ismini tasavvur qilgandik, to'ydan keyin qayerga borib dam olishimizni o'ylagandik deb emotsiyaga tiqib tashlaysiz qizni. Lekin menga qaytgan, sensiz qiynalyapman degan nujdayshi, ya'ni qurbon pozitsiyasiga o'tish kerak emas. Prosta siz borligingizni, qaytganingizni ko'rsatib qo'yishingiz kerak. Siz o'zgarganingizni, transformatsiya bo'lganingizni ko'rsatishingiz kerak. Va uchrashuv oxiriga yetganda ham menga qaytgan emas, prosta mayli sog' bo'l, ko'rishganimdan xursand bo'ldim deb prosta kuzatib qo'yasiz qizni, bo'ldi, qiz ketadi. 2-3 kundan keyin o'zi qaytib aloqaga chiqadi, sizga yozadi, yaxshimisiz, tuzimisiz deb. O'zi keyin yana ko'rishib yurib, sekin o'shanda menga qaytmas, prosta ko'rishib yurib, gaplashib yurib, kontakt ushlab, sekin qaytib olsangiz bo'ladi. Ya'ni u qizni qaytarib olsangiz bo'ladi. Shunda ham birinchi qizni o'zi so'rash kerak, ya'ni birga отношения qilaylik deb. Chunki u ketdimi, o'zi sizni qaytib so'rab kelish kerak. O'zi so'ramayaptimi, uni qaytarish kerak emas. Xullas, xulosa. Oldin bitta narsani tushuning. Qizni qaytarish kerakmi, yo'qmi? Agar u sizga xiyonat qilgan bo'lsa, boshqasi bilan ushlab olgan bo'lsa, shundan keyin ketgan bo'lsa, prosta sizni tashlab ketgan bo'lsa, bo'ldi, u qizni qaytarish kerak emas, o'ylab ham o'tirmang. Agar o'zingiz xatolaringizdan, hurmatingizni yo'qotib qo'yganingizdan, o'zingiz qadringizni bilmaganingizdan ketgan bo'lsa, qaytarsangiz bo'ladi. Lekin meni agar shaxsiy maslahatim sizlarga agar qiziq bo'lsa, qaytarmagan yaxshi. Chunki bir marta buzilgan munosabat yana qaytib buziladi. Farqi yo'q, qachondir buziladi. O'qilib bo'lgan kitobda oxiri ma'lum, yana xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni ko'rib bo'lgan kinoingizni qaytib ko'rsangiz ham oxiri nima bilan tugashini bilasiz. Bu отношение ham katta ehtimol bilan shunaqa tugaydi. Baribir kimgadir qiziq bo'lishi mumkin, ya'ni kerak bo'lishi mumkin, qizini qaytarish, shuning uchun foydalansangiz bo'ladi. Men aytganimdek, bu yerda asosiy narsalar nima? Bor fokusni o'zingizga berasiz, butunlay qizdan uzilasiz, kuzatmaysiz ham, aloqaga ham chiqmaysiz, faqat o'z ustingizda ishlaysiz. O'sha holdan keyin totalni ignor qilib, aloqaga chiqmasdan, polniy rivojlanib, o'z ustingizda ishlab, band bo'lsangiz, qiz sizga qaytadi. Qiz qaytmagan taqdirda ham siz o'zgargan bo'lasiz. Siz o'zingizni maqsadlaringiz bo'ladi, hobbilaringiz bo'ladi, o'z ustingizda ishlayotgan bo'lasiz. Qiz qaytsa qaytmasa sizga farqi bo'lmaydi. Shunaqa gaplar, sog' bo'ling. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, o'rtoqlaringizga yuboring, like bosing. Xudo xolasa, keyingi videolarda ko'rishamiz. O'zingizga qiziq bo'lgan mavzuni kommentariyaga yozib qoldiring. Undan tashqari eng asosiysi, bu videodan o'zingizga nima asosiy feedback oldingiz? Qanaqangi life hack oldingiz? Mana shu narsani pastga yozib qoldiring. Ko'rishguncha.